Assalomu alaykum. Bugun hozir Dushanbedagi yangi qurilayotgan madrasani oldiga keldim. Hozir mana shu ko'rib turganlaring madrasa. 7 etaj 2017-yil qurilishi boshlangan. 2020-yil va 2023-yil orasida qurilish to'xtab qolgan, chunki karantin payti edi. Hozir yana qurilish boshlangan. Qurilish ketyapti. Oxirgi bosqichga kelgan adashmasam, chunki sentyabr oyidan shu yerga kelib o'qilish kerak. Madrasa qayerda joylashgan sizlarning? Bu katta masjid. O'sha 120 mingtalik ketadigan katta masjid. Bu taraf Luchob bo'lsa, bu tarafdan keladigan bo'lsangiz, Zoopark yoki Jazira. Xullas, katta stadionda orqasida, katta masjidning oldida. Madrasani ichida sinf xonasi ham yotadigan xobgohi ham 6-7 etajlarda xobgoh deb eshitgandim. Qolgan 5 ta etaj bo'lsa o'qiydigan joy. Bir vaqtda o'zida 3000 tagacha talabani o'z ichiga oladi degan. Ikki vaqtda bo'lsa, ikki vaqt, ya'ni abid kechqurunga 6000 tagacha talaba o'qiladi. Hozirda qizlar o'qishga kiradimi yoki yo'qmi? Bu aniq bo'lgan yo'q, lekin qizlar ham o'qishga kirishi mumkin degan. Chunki bu yerda odam ko'proq bo'ladi ham. Bu madrasa hozir donishkada bo'lsa, keyin donishgoh baynalmilaliy bo'ladi degan. Ya'ni yana reytingi oshadi. Chunki madrasa katta qurilyapti, ham bu yerda yana boshqa ixtisoslar bo'ladi. Hozir madrasada ikkita ixtisos bo'lsa, ikkita fakultet bo'lsa, birinchisi filologiya sharq, ikkinchisi ulum Qur'on, ulum islom. Hozir bu yerda yana boshqa nimalar qurilishi kerak, ochilishi kerak fakultetlar. Hozir ichkariga kirishga ruxsat yo'q, chunki hali ishlar ketyapti. Shuning uchun tashqaridan syomka qilyapman. Agar madrasani o'zi ochilsa, hali ichkariga kirib syomka qilamiz. Hozircha shu tashqaridan ko'rib turishlari mumkin. Adashmasam 4 gektarga qurilyapti madrasa. 4 gektarga qurilyapti. 7,5 million dollar deb eshitgandim, adashmasam nimasini. Budjetini olib. Hozir oxirgi vaqt nimasiga kelgan qurilish, chunki sentyabr oyidan shu yerda o'qilish kerak. 2025-26-yilga o'qish shu yerda boshlanishi kerak. Qizlar bu yerga o'qishga kiradimi ko'pchilik so'raydi-da, chunki bu yerda hozir qizlar o'qimaydi, faqat bolalar o'zi o'qiydi. Shuning uchun shu savolga yana bir aniqroq javob berib o'tayin. Bizga aytishgandiki, birinchi kursligimizda agar yangi madrasa ochilsa, qizlar ham o'qishga kiradi degani, chunki joy katta bo'ladi, qizlarga ham bolalarning o'zi faqat u joyda to'lira olmaydi. Shuning uchun qizlar ham o'qishga kiradi degan. Oldinlari 2017-yilgacha qizlar o'qigan madrasada, keyin 2017-yildan keyin adashmasam ba'zi bir sabablar, 2020-yildan keyin adashmasam ba'zi bir sabablarga ko'ra qizlarning o'qishi cheklangan. Lekin hozir yana bu yangi madrasada ochilish kerak. Yana savollar. Dogovor qancha desiz? Dogovori ulum islomdagi filologiya sharh bilan 3700 so'mdan boshlanadi. Keyin baynalmilaliy zabon arabiy informatika bor, 4700 so'mda o'sha paytlar. Hozir yana 5100 so'm bo'lgan bo'lsa kerak adashmasam. Bu yerda madrasada zavushni ham o'qishsiz bo'ladi, o'shni ham o'qishsiz bo'ladi. Ya'ni fosillarni ham o'qishsiz bo'ladi, kelib turib o'zida o'qishsiz ham bo'ladi. Hozir madrasani aytdim, oxirgi bosqich qolgan. Mana pastlarni ko'ryapsiz, oq rangni berish boshlagan, shu oppoqlar ham joyini. Keyin yana bitta savol, Tojikistonda boshqa madrasa ham bormi desalaring? Yo'q, faqat bitta Dushanbeda bor. Shu Donishkada Islomiy Jumhuriyat Tojikiston banomi Imom Azam Abu Hanifa. Hozircha Donishkada bo'lib turibdi, keyinchalik donishgoh baynalmilaliy bo'ladi. Ya'ni Imom Azam nomiga qurilgan Donishkada oldin Imom Termiziy bo'lgan, 2007-yildan keyin madrasa davlatning ro'yxatini o'tib, nimaga o'tgan? Donishkadaga o'tgan. U paytgacha madrasa deyilgan. U vaqt Imom Azam Termiziyning nomida edi. Imom Termiziy nomida edi. Hozir Imom Azam Abu Hanifa nomiga o'tgan. Shunaqa gaplar. Agar kimdir o'qishga kiradigan bo'lsa, Markaziy milliy testga borib, madrasaning o'zining ixtisoslari bor, shuni tanlasalaring, xuddi shu maktab nimasi boshqa o'qishlar singari bu yerda ham borib, birinchi bo'lib o'sha o'zingizda joyingizda shartuz bo'lsa, shartuz bo'lsa, xabaring, xullas o'zingizning nohiyangizda imtihon topshirasiz. Keyin kelib turib madrasada mahorat deyiladi. Keyin bu yerda mahoratni o'tasiz, ya'ni Qur'ondan tilovat qilib berasiz, yo bo'lmasa ba'zi savol-javoblar bo'ladi. Shunga qarab bu yerda ball beradi. Madrasaga kirish chin boshqa joylarga kirishdan osonroq, chunki nimaga desangiz, bu yerda mahorati ham bor, mahorat ham sizga ball beradi. Shuning uchun madrasaga kirish osonroq. Yana nima savollaring bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar, javob beraman. Xullas, yana hali vaqt kelsa, bir ichkariga kirib, madrasani ichidan ham syomka qilaman. Aytdim, madrasa 4 gektarga qurilgan katta joy. Ichida hamma narsasi bor. Xullas, atrofi pol bino bilan o'ralgan, hamma narsa ichida bo'ladi. Misol, chiqadigan boshqa joy yo'q, faqat gilamli eshigi bor. Gilamli eshigini ham hozir nimalarni fasatlarni o'rayapti, oxirgi bosqichda qolgan. Bu tomonda bo'lsa, Donishgoh milliy bog'i, parki Donishgoh milliy. Bu tomoni bo'lsa o'sha mehmonxona,
u Vanetda kelgan stadion bor. To'g'ri chiqsiz, Zopatga chiqasiz, Jazira. Xullas, hozirgi Donishgoh Milin Jaziradagi Donishgoh Milini to'g'risida-da bu joy. Havo sal chang bo'lgani uchun syomka ham sal yaxshi bo'lmayapti. Videoga like bosib qo'yinglar, kommentariyada nima savollaringiz yozib qo'yinglar. Hayot sog' salomat bo'linglar.